Somsa yegim kelsa-yu, lekin qilishga erinsam, shu pirogdan tayyorlayman. Turetskiy somsalarning mazasini beradigan go'shtli pirog tayyorlaymiz. 1 piyola qatiqqa iste'mol sodasini solib, aralashtirib bir chetga olib qo'yamiz. Idishimizga unni solamiz, margarinni solib, qirg'ichdan o'tkazib, shunaqa qumoq holatiga keltiramiz. Ustidan qatiq va tuxumli suv solamiz. Bir xil massa bo'lguncha xamir qoramiz. Xamirimiz qanchalik yumshoq bo'lsa, pirogimiz ham shunaqa yumshoq bo'lib pishadi. Xamirimizni dam olishga jo'natib, nachinkasini to'g'raymiz. Yo'g'i cho'perlaymiz. Ozgina ismaloqdan ham savardim. Menda somsani ichi pishmay qoladi degan fobiya bor. Shuning uchun nachinkasini skorovodkada pishirib olaman. Damini olgan xamirimizni ikkita bo'lakka bo'lamiz. Kattarog'ini birinchi yoyib olamiz. Yoyilgan xamirni listga qo'yib, ustidan pishgan nachinkani solamiz. Tekislaymiz. Ustidan olib qo'ygan kichkinaroq xamirimizni yoyib, chetlarini yopishtirib chiqamiz. Bitta dona tuxum yoki tuxumning sarig'ini o'zini surkasangiz ham bo'ladi. Betlari chiroyli qizaradi-da. Osonroq kesilsin deb izlar ham tushirib qo'ydim. Tepasiga kunjut yoki sedana sepamiz. 180 gradusda qizdirilgan duxovkada yarim soatda tayyor bo'lib chiqadi. Buni yumshoqligini aytmaysizmi, mazasini aytmaysizmi? Juda ham mazali chiqdi. Ro'za tugab qolmagunicha xuddi shu pirogdan sizga pishirib berishi kerak bo'lgan yaqiningizga jo'natib qo'ying.